Har doim ham bunaqa narxda 4 xonali xonadon chiqarmaydi. 92 kvadrat metrga tushgan u uchunli planirovka xonadonimiz. Balkon qismini ko'rishingiz mumkin. 2 ga 6 o'lchamda akfaromlari tayyor o'rnatilgan ekan. Bu tomonimizda esa oshxona mebellarini o'rnatib tayyor qilib qo'yilgan. Juda ham keng. O'zingizlar ko'rib turgandek, o'zbek oila uchun ajoyib variantimiz. Sanuzellarigacha даже razdelni joylashgan. Bir koridor orqali hamma xonalarga alohida kiriladi. Bu yog'imizda mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Bu planirovkani patologiya ham ancha baland bo'ladi, plus keramzit dom. Xo'p, bu yog'imizda bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Detskiy yotoqxonani ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng. Xonadondagi barcha mebel texnikalar qolar ekan, ayrim bir ikkita o'zlariga kerakli narsalardan tashqari. Bu yog'imizda bitta detskiy yotoqxonani ko'rishingiz mumkin va mana bu joyda esa yana bitta kattalar yotoqxonasi, ya'ni master spanli joylashgan. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Algoritem 30-kvartal, shundoqqina Million kafeni qarama-qarshi tomoni Abu Saxiy va O'rikzor bozorlariga yaqin manzilda joylashgan. 79 ming AQSh dollari so'ralyapti, kelishadigan joylari bor.